Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 30 aprel kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Shoshmang. Siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. 1 AQSh dollari 11974 so'm 79 tiyin bo'lib 54 so'm 41 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14008 so'm 11 tiyin bo'lib 57 so'm 63 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 64 tiyin bo'lib 62 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengasi 26 so'm 25 tiyin bo'lib 10 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.